Siz sababingizdan asfal bo'lib qolyaptimi mahalla? Jon kuydiring. Bo'lmasa ham jon kuydiring. Boryapsiz, eshigi yopiq. Ya bu ishga endi katta pul ketadi deyapti, boshqa deyapti. Qo'lingizdan o'sha yerga borib bizni asfal qilib bering, mahallamiz yomon bo'lib ketdi deb qo'yishlik kelyaptimi? Shuni aytib qo'ying siz. Ertaga mana shu gapingiz sababidan agar asfal bo'lib keladigan bo'lsa, palonchi buvalar bor edi, palonchi akani taniysizmi? Shu odam juda ko'p qayg'urgan edi deb odamlar sizni yaxshilik bilan eslaydigan bo'lsa, bular yozilyapti, muhtaram jamoat. Hammasi yozilyapti. Qo'limdan kelmaydi deb o'tirmang. Shu gapni aytadigan tilni Alloh taolo berganmi? Amalingizga yozib qo'ying, shu asfalga sababchi bo'lib qoling. Mahallani istalbasi yangilanishligiga sabab bo'lib qoling. Mahallani o'sha ariqlari, soylari toza bo'lib qolishligi sabab bo'lib qoling. Siz sababingizdan qilmasa ham odamlar gapiravering, boravering, gapiravering, boravering. Bugun bo'lmasa ertaga qilaman. Shu ishni xayriyotni boshi siz bo'lib qoling. Boshi siz bo'lib qoling. Albatta sizdan keyin kim qiladigan bo'lsa, sizni eslab qiladigan bo'lsa, buni albatta yaxshiligi boradi. Bormaydi? Mana payg'ambar alayhisalom qiyomatgacha amal daftari berkilmaydi bu insonda deyapti. Kim sadaqa joriyaga sabab bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu joyga misol uchun masjidning oldiga svetofor tushishiga sabab bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu qiyomatgacha ketadi. Shuni savob. 4 ta daraxt ekilishligiga sababchi bo'lib qolsangiz, mana shu joylarning obod bo'lishligiga sababchi bo'lib qolsangiz, mana shuni savobi qiyomatgacha ketadi. Kim shuni xohlamaydi? Umuman iloji yo'q desa ham javrab turavering, gapirib turavering. Shu ish qo'lidan keladigan odamga bir marta bo'lsa ham, yo'q buni imkoniyati yo'q desa ham, bir marta bo'lsa ham gapirib, siz qaysi tarafdaligingizni ko'rsatib qo'ying, isbotlab qo'ying. Yaxshilik tarafida ekanligingizni, mahallani obodligini dardida ekanligingizni isbotlab qo'ying. Xo'p, shu ish bo'lmasa ham, bo'lmagan taqdirda ham shuni isbotlab qo'ying. Mana shunday yaxshilik qoladi. Yalqov dangasalar nima deydi? Ha, bu hozir juda ish, bu ishlar juda qattiq bo'lib ketgan. O, kattalar bo'lish kerak bunda. Alloh taolo til berib qo'ydi. Xo'p, shu so'zni ayta olmasak ham shularda islohi uchun duo qilishligimiz kerak.